Barlı vaqtda sabrli qilish kerak. Kecha bir kelin kelibdi. Ustoz taloq qay vaqtda beriladi dedi. Ana o'tirgan dana bir. Taloqni qalagan vaqtda qo'ya beradi dedi. Biroq bu taloq Allohning oldida halol bo'lgani bilan Allohga eng ashuli amal bo'ladi. Taloq qo'yish uchun odam sabr qiladi birinchi. Ma'gan kuyum taloq qo'yish berdi. Biroq endi ashulani aytdi qo'y endi deydi. Hech narsa etpeyken шығар deydi. Ол dana qo'y, o dana. Bu qatın bormi? O'zi aytdi, o'zi fatvo chiqarib o'tirdi bu yoqdan. Endi ashulani aytib qo'y, ishtingga. Men aytdim, yo'q bo'lmaydi deb o'tirdim. Sen onu sol taloq aytadigan darajaga apargan chiqarsin deb o'tirman da. Sizam aytadi, endi bilmayman qo'y dedi. Qizimning qo'lim pichoq kesib ketib edi. Oğan telefondan xabarlasam, hozir kelaman, men жұмыстарым бар edi, hozir kelaman deb kelmay ketdi 2-3 soat. Odan keyin men tag'in zvondag'ana, "Men sabr qilsang, men жұмыстан жүрмін" degan edi. Eshak qo'ling, qizingning qo'li pichoq kesib ketdi desam da, qaramay жатсаң, sen qanday eshaksan deb aytib berdi dedi. Men aytdim, "O yaxshi ham sana 3 taloq berib, sana 1000 taloq berib kerak qo'y" dedim da, 1000 taloq. Sen o'sha baydın ko'zini ko'rsatmay ko'rib qo'y baydın. Astagfirullah. Kuyovini eshak deydigan ayollar bor-da, bir qarangizda. Neden kelib chiqyapti? Ashudan kelib chiqyapti. Sebebi sabr qilib, bu Rahmandan, asg'u shaytondan da. Ya'ni sabr qilib, bu Rahmandan. Har qaysimiz sabrli bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Har qaysimiz. Jalg'izgina ayollar g'ana emas, biz de sabrli qilishimiz kerak. Namaz o'qi degan ham o'qimaydi, o'ramal taq degan taqmadi. Bara 3 taloq, yo'q 3 taloq yutib qo'yilmaydi. Endi bechara endi onun kuyovida mengzeng bo'lib yurdi endi. Endi ashu men aytib qo'ydim qo'y deb o'tirdi. Mana bizning saboqlarimizning foydalisi ne uchun? Biz o'sha hukmlarni bilib olishimiz uchun da ko'proq. Qay vaqtda ashulanu kerak, qay vaqtda sabrli qilish kerak. Mo'min musulmondan barli vaqtda sabrli qilish kerak.